Kimga mana shunaqa kultivatsiyalar kerak bo'lsa 60 sm dan 90 sm-gacha mana bunaqa kultivatsiyalarimiz bor. Dori soladi, makka ekadi, xullas ekiladigan narsa hamma yoqda ekadi. 25 million so'm ekan. 25 million so'mga dastlabkasi kelishgan holda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaramiz. Ochilmagan joyda olyapti mana. Kultivatsiya so'raganlar jo'natib qo'yasizlar. Don Makka ekiladigan mahal keldi mana. Ekadiganlarga mana yangi kultivatsiyalarimiz. Xudo xolasa 25 million so'm ekan. 60 dan 90 sm-gacha ochiladi bu. Oyoqlari ham o'sha kultivatsiyaning oyoqlari nimadan qilingan ekan? Relisdan qilingan. Bolt gaykalari ham kalyonniy. O'tda suvda to'ydirilgan, o'ta baquvvat qilingan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqing. 25 million so'm dastlabkasi kelishgan holda. Kimga shunaqa kultivatsiyalar, don ekadigan, dori sepadigan kultivatsiya kerak bo'lsa 25 million so'm. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida. Yangi joyda olyapti mana. Yo'q. Qarang, ishlashini qarang. Buni o'zingiz traktoringizga qarab moslashtirib, chiroyli qilib berilaveradi yana. Qanaqa traktor bo'lishidan qat'iy nazar yasab beriladi. Kultivatsiyaning yangicha ko'rinishidagi 60 sm dan 90 sm-gacha kengayib torayadi. Hamma nimasi eng baquvvat metaldan ishlangan. Даже mana bo'litlari ham o'sha suvga to'ydirilgan, kalyonniy ekan. Mana oyoqlari ham o'sha relisda qilingan ekan, relis materialdan, o'sha relisdan yasalgan ekan. Xullas eng zo'ri 25 million so'm baho aytishyapti. Dastlabkasini kelishgan holda mana shu komplektida ochari bor ekan, don ekadigan britvasi, shlankalari bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqing, traktorga qiziqadigan traktori bor akalarga videoni tashlab qo'yamiz. Kultivatsiyalardagilar yangicha ko'rinishida mana kultivatsiya Agrobay brendi ostida chiqyapti. Bu oydada kimga kerak bo'lsa traktorchi akalarimizga videoni tashlab qo'ying. Hammasi yangi metaldan qilingan, o'ta qalin metallardan. Даже buni oyoqlari ham akalar o'sha relisli materialdan qilingan. Narxi 25 million so'm. 60 sm dan 90 sm-gacha bu kengayib torayadi akalar. Hammasi eng zo'r materiallardan qilingan. Komplektida hamma yo'g'i bor, telefon qilaverasiz. Dastlabkasi kelishilgan holda. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Agrobay namizdan kultivatsiyalarimiz tayyor bo'ldi. Kultivatsiyalarimizni hozir haydash jarayonidamiz. Mana birinchi haydash nimasi yer qattiq sho'r 30 sm 40 sm kirgizib haydayapmiz. Mana. Materiallar qolgan yangi material bo'ladi. Boltkalar kalyonniy bo'ladi. Qopqoqlariga chaqamiz, dori-porlar qatib qolmasin, yomg'irda ham nima qilinaveradi mana. Qopqoqlariga chaqamiz. Raqamlarga aloqa qilib zakaz qabul qilamiz. Cheklanmagan miqdorda qilib beramiz, yasab tayyorlab beramiz. Mana shu raqamlarga aloqa qilib 60 dan 90 gacha o'zgaradi. Cheklanmagan miqdorda yasab yetkazib beramiz. Assalomu alaykum, Agrobay kuzatuvchilari. Bizni kultivatsiyalarimiz tayyor bo'ldi. Yangi qolin materialdan bo'ladi kultivatsiyalarimiz. Boltlargacha kalyonniy bo'ladi. Bo'shab ham ketmaydi. Keyin to's tishlarigacha bor. Oyoqlari poyezd relisidan bo'ladi. Baquvvat bo'lgan. Keyin mana qopqoqlariga chaqamiz. Yomg'ir-pomg'irda ham bemalol ishini qilaveradi. Ichiga yomg'ir tushmaydi. Kultivatsiyalarimiz cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Keyin kimlarga qanday zakazlar bo'lsa, yangiliklar bo'lsa, o'sha o'zgarmaydiganlarni desa, o'zgarmaydiganlarni ham yasab beraveramiz. Qanday klientlarda yangilik bo'lsa, uni ham qilib beraveramiz agar.